Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Amerika prezidenti Donald Trampning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qartilgan besim siyosati sababidan Xitoy amaldorlarini jazolash talab qilingan qonun loyihasini tasdiqlaganligi qattiq inkos qaytardi. Sharqi Turkistonning Xitoyning davlat ichi masalasi ekanligi va chet ellarning aralashishiga yo'l qo'yilmaydiganligi ta'kidlangan bayonotda biz Amerikani yana bir qatim xatoligini jiddiy tuzatishga va Xitoyning ichki ishlariga aralashishni maqsad qilgan aloqador qonun loyihasidan voz kechishga chaqiramiz. Bo'lmasa Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi. Amerika buningdan keyin kelib chiqadigan barliq oqibatlarga ega bo'lish kerak deyildi. Bayonotda yana bu qonunning Xitoyning atalmish Xinjiang siyosatiga yomon g'arazda hujum qilganligi tilga ilingan bo'lib, Xitoyning ichki ishlariga aralashishi bilan birga xalqaro qonun va xalqaro munosabatning asosiy qoidalariga muxoliflik qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Trump oldingi kuni Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qartilgan kishilik huquq dafsandichiligini ayiblaydigan va bir qism Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish tashabbus qilingan qonun loyihasiga imzo qo'ygan edi. Xatarlik Elxat tor betining xabariga qaraganda, tadqiqotchilar o'zlarining jasuslik faoliyati nomli Android mashg'ulot sistemasiga mos keladigan yangi jasuslik yumshoq detalini bayqaganligini e'lon qilgan. Bu jasuslik detalining saxta tor bekatlar orqali dongliq tor bekatlarga va nishonlangan kishilarga qarata mudofiasiz tor uskunlardan uchur o'g'irlash uchun yangi ko'znak echib jasuslik faoliyatlari elib boradiganligi, asosligi Uyg'ur shohidlarini nishon qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bu yumshoq detal aprelda Chiront Mikro nomli shirkat tarafidan bayqalgan bo'lsa-mu, lekin 3 yildan buyon aktiv ekanligi ma'lum bo'lgan. Tadqiqotchilarning qarashicha, bu jasuslik yumshoq detali Turkiyadagi ba'zi siyosiy partiyalar va axborot agentlarining tor bekatlarida, Tayvandagi universitet va sayohat shirkatlarining tor bekatlarida aktiv hujum elib borgan. Shuning bilan birga muhojiratdagi Sharqi Turkiston tashkilotlari va faoliyatchilarining tor bekatlari, elxatlari va bloglarining har vaqt Xitoy manbalik tor hujumining nishoni bo'lganligi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa tor bekatlarning nurg'un qitim faolash holiga tushib qolganligi ta'kidlandi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bilan ko'rishgan Xitoy Kompartiyasining yuqori darajalik amaldori Yang Jiechi Amerikadan Hong Kong, Sharqi Turkiston va Tayvan masalalariga aralashishni oxirlashtirishni talab qildi. Dunyodagi ikki chong iqtisodiy gavdaning yuqori darajalik amaldorlari chorshanba kuni Amerikaning Hawaii shtatida 100 turani ko'rishdi. Bu yig'in ikki davlat Xitoyning Hong Kongda ijro qilish uchun davlat bexatarlik qonunini ma'qullashi va Wuhan virusi yuqumi sababli ixtilofga tushib qolgan bir paytda o'tkazildi. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotiga qaraganda, Yang Jiechi Washingtondan Hong Kong, Tayvan va Sharqi Turkistonga aralashishni oxirlashtirib, ikki davlat munosabatini yaxshilashga tirishishni talab qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus bayonotida Pompeoning ikki davlatning o'zaro munosabatini ta'kidlaganligi o'tirg'a qo'yildi. Hindiston Ladakh rayonidagi Xitoyning ikki davlat armiyasi o'ttirisidagi to'qinish yuz bergan Galvan vodiysi haqidagi egalik huquq talabini rad qildi. Hindiston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Anurag Srivastava Xitoyning talablarining mubolag'a va asossiz ekanligini bildirib, buning Hindiston va Xitoyning yuqori darajalik harbiy amaldorlarining ikki davlat chegarasidagi kun sari kuchayayotgan jiddiyligini pasaytirish uchun 6-iyundagi yig'inda ma'qul qilgan o'rtaq tonishga xilof ekanligini aytdi. Yana bir tarafdan Germaniya Tashqi ishlar ministri Heiko Maas Germaniya ovozining ziyoratini qabul qilganda Xitoy Hindiston chegarasidagi to'qinish to'g'risida to'xtaldi. Her ikki davlatga jiddiylikni pasaytish va orasidagi chegara masalasini tinch yo'l bilan hal qilishni tashabbus qilgan Maas, bular cho'ng davlatlar. Agar ahvol haqiqiy harbiy jiddiylikka aylanib qolsa, yuz berishi mumkin bo'lgan ishlarni o'ylashni xohlamayman dedi. Iran Suriyadagi Bashar al-Assad hokimiyatining Amerikaning embargo tizimligiga kirgizishni aybladi.
İran Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Abbas Mosivi yozma bayonotida Amerikaning Qaysar Suriya fuqarolarini qo'g'dash qonuniga asosan Bashar al-Asad va uning ayoli qatorliq 39 nafar yuqori darajali Suriya amaldori va organni jazo tizimligiga kirgizishning xalqaro qonun va kishilik huquqqa qarshi ekanligini o'tirg'i qo'ydi. U jazoga qaramay Iranning Bashar al-Asad hokimiyati bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatini davomli kuchaytirganligini aytdi.